تبس عن المقدام مرفوعا ما من أحد يموت سقطا ولا حرما وإنما الناس فيما بين ذلك. المقدام Peygamberimizden sallallahu aleyhi ve sellem haber ite. Yani Peygamberimiz aytgan, kim gina o'lmasin, ya'ni nindi holatda gina o'lmasin, u qirsoqdan tushgan sobiy bolami? Endi qortayib o'lgan kishimi? Oxiratda u bortik shushi fima bayna zalik, shushi ya'ni shushi holatda bo'lashaq. U shushi holatda bo'lashaq. Illa bu esa ibn salasina sana. Ya'ni har bir kishi u qirsoqdan tushganmi, qortayib o'lganmi, yosh kiyish o'lganmi, qiyomat oxiratda uning yoshi ko'pmi bo'lashaq? 33 yaş bo'lashaq. Ya'ni uning yoshi 33 yaş bo'lashaq. فإن كان من أهل الجنة كان على نسخة آدم. Agar bu kishi jannat ahllaridan ekan, uning ravishi, ya'ni sini bo'yi Adam alayhissalom shekli bo'lashaq. Adam alayhissalom shekli bo'lashaq. Va suratu Yusuf, ham uning yüzü uning motorligi Yusuf alayhissalom shekli bo'lashaq. Bilganimizcha Yusuf alayhissalom big motor edi. Alloh subhanahu taolo motorlikni borliqqa keltirdi. Ham shu motorlikni 100 ulushga bo'ldi. 100 ulushga bo'ldi. Shu motorlikning bir ulushin bu dunyoga jibardi. 99 ulushi qo'ya qoldi? Jannatda qoldi, oxiratda qoldi. Ko'z oldiga keltirasizmi? Bu dunyoda motorlikni biz ko'rib g'ajablanamiz. Ul tog'larga, ul ko'klarga, ul o'rmonlarga, nindi tabiatlarga. Bu bordik 100 ulushning bir ulushigina. 99 ulushi qayda? Jannatda. Ko'z oldiga keltirib bo'lmay jannatning motorlari. Hatto Alloh subhanahu taolo shu yer sharina bir ulush motorlikni jibardi, ham shu bir ulushni tan o'rtaga bo'ldi. Yartsin bu dunyoga berdi, yartsin kimga berdi? Yusuf alayhissalomga berdi. Chunki Yusuf alayhissalom big motor edi. Ham qiyomat oxiratda jannat ahllarining yuzi motorligi Yusuf alayhissalom shekilli bo'lacak. Va qalbu Ayyub, yuraklari Ayyub alayhissalom shekilli bo'lacak. Va man kana min ahli an-nari uzzimu. Lekin kim agarda jahannamga lagan o't ahllari uzzimu, ya'ni bu kishilar zo'raytilashaqlar, kubrtalashak. Aw fuhimu kal jibal. Ham ularning zo'rlari, shu jahannam ahllarining zo'rlari tog' xatli bo'lacak. Biz bilan xatda oldik. Hatto jahannam ahllarining bir tishligini, ya'ni shu iyak siyagigina Uhud tog'i shekilli bo'lacak. Uhud tog'ining uzunligi 7 kilometr aniq. Uhud tog'i shekilli bo'lacak. Allohu a'lam.